Allergik kasalliklarning kelib chiqish mexanizmi, allergik rinitlar, hujayra metodikasi, hujayra darajasida davolash orqali davolash samaradorligini afzalligi haqida qisqacha ma'lumot beramiz. İnson immun sistemasini susayib ketishidan kelib chiqadi. Allergiyani chaqiradigan faqat ilon chaqqanida, tuxumni yeganda bilasiz, laktoza, jigar, nerv sistemasi, oshqozon, ovqat hazm qilish sistemasi, nafas olish sistemasi Odatda 3-4 kursda biza kutgan natija bo'lyapti. Dermatit, kontaktli dermatitlar yoki bo'lmasam даже bronxial astma ham genezda baribir allergiya nima yo'q. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Navbatdagi YouTube podkastimizga xush kelibsiz. Bugun allergik kasalliklarning kelib chiqish mexanizmi, allergik rinitlar, odatdagi traditsion davolash va bizda Inject Medical klinikamizda hujayra metodikasi, hujayra darajasida davolash orqali davolash samaradorligini afzalligi haqida qisqacha ma'lumot beramiz. Furqat aka, YouTube podkastimizga xush kelibsiz. O'zi allergik kasallikni kelib chiqish mexanizmi, o'zi allergiyada qisqa bir og'iz so'z bilan nima deb ta'riflagan bo'lardingiz, shuni aytib bersangiz? Allergiyani men hamma vaqt shunday ta'riflayman, inson immun sistemasini susayib ketishidan kelib chiqadi. Chunki inson tanasida o'sha immun tizim to'liq ishlaganda yetarlicha antitelalarni ishlab chiqarish kerak. U antitelalar bizni o'sha allergenlardan himoya qilib turishi kerak. Bu nima degani? Agar allergenni o'zini bir ko'rib chiqsak, uni tuzilishini, uni vashi kimik свойстволарni ko'rib chiqsak, u bilasiz, allergenlar там белковый strukturada bo'ladi, углеводный или lipidный, или же сложный glikolipопроteid deydi. Mana shu uchta nimani birikmasidan paydo bo'lgan сложный molekulalar hisoblanadi. Endi mana shu molekulalarni elementar частицagacha agar organizm parchalab yuborsa, тогда allergiya hech qachon insonda kuzatilmaydi. Shuning uchun agar ko'rgan bo'lsangiz, allergiyani chaqiradigan faktor, masalan, asalarini chaqadi nimasi, o'shani yadi, u ham белковый strukturada yoki ilon chaqqanida uniki ham как allergen hisoblanadi, anafilaksis shokkacha olib boradi, u ham белковый strukturaga ega. Nimayda tuxumni yeganda bilasiz yoki bolalarda bilamiz, mana nima kuzatiladi, boyagi laktoza ni parchalaydigan bo'ladi, ferment yo'q, uni parchalolmaydi. Ana nima uchun? Ona sutini yoki sigir sutini ichganda ham o'sha молочный сахар parchalanmaydi. U ertaga eksudativ kataralni ziyatlaysiz va allergik holatlarga bolani olib keladi. Shundan kelib chiqadiki, demak, inson tanasidagi o'sha immun tizim, fermentativ sistema aktiv ishlashi kerak, чтобы insonda allergiya kuzatilmasligi uchun. Biz bilamiz, allergiyani lecheniya qilishganda в основном nimaga urg'u berishadi? O'sha antigistamin preparatlarni berishadi. U nima qiladi-da? To'g'ri, organizmda tuchniy kletkalar bor. O'sha tuchniy kletkalarga allergen kelib ta'sir ko'rsatadi и uni membranasini o'sha parchalab, tuchniy kletkani ichida yig'ilgan gistaminopodobные веществоlar, bradikinin, gistamin va shunga o'xshagan allergiyani chaqiradigan nimalar qonga chiqadi va shuni orqasida insonda qichish, ko'z qichishida aksarish, tanada har xil toshmalar paydo bo'lishi, отек kvinki и boshqa даже anafilaktik shokgacha boradigani kelib chiqishini sababi mana shunda. Shuning uchun o'sha tabletkalar berganda o'sha tuchniy kletkaning membranasi mustahkamlanadi. Allergiya chaqiradigan faktor qonga kelmaydi. Shuning uchun u qanchadir vaqtgacha o'sha dori ta'siri bo'lgan vaqt davomigacha u ta'sir qiladi. Shuning uchun nima demoqchiman-da, bu bilan insonni постоянно antigistamin preparatga o'tkazib qo'yish, uni H1 gistaminolitik, H2 gistaminolitik va boshqa prostaglandin va boshqa sistema bioximik jarayonlarning buzilishiga sabab bo'ladi. Insonda bilasiz, особенно pipalfen tipi nimasi ichsa, adekvatность yo'q bo'ladi, faqat uyquga tortadi. Insonni nima deydi, energiyasi kamayib, производительный faktori KPDsi tushib ketadi. Shu davomida ham qandaydir lanjlik, nimadir tetiklik nima kuzatilmaydi.
Shu bilan bir qatorda qonni kamayishi, bu har bir dori darmon bilasiz, agar o'sha nimasini o'qib chiqqan bo'lsangiz, побочный действиялari bor. Jigar, nerv sistemasi, oshqozon ovqat hazm qilish sistemasi, nafas olish sistemasi и qon кровотворный sistemalariga ham o'zini побочный действиялari bor, shu действияларni ko'rsatadi. Endi bizda bo'ladigan nimamiz, shuning uchun biz bir kurs emas, bir necha kurs aytamiz shu allergический rinitda ham lechение olishlari kerak deb. Chunki biz shu bilan inson tanasida kerakli antitelalar miqdori titrini ko'tarib beramiz 2-3 kun davomida. Shuni orqasida o'sha antitelalar allergenni o'zi izlab topib turib, uni elementar частицagacha parchalab yuboradi va insonda allergiya holatlari o'sha barham topadi. To'g'ri, bizga shunaqa savol bilan kelishadi, tam aytishadi, sizlarda bir qiziq, nega tam allergiyani keltirgan nimaga analiz topshirtirmaysizlar? Давайте bu to'g'risida men ko'p chiqishlar qilganman, avval ham, hozir ham yana bir marta qaytarishim mumkin. Вообще dunyoda agar milliardlab bo'lmasa, allergiya chaqiradigan molekulalar. Endi представить qiling, hozir izlab. Хорошо, mana masalan topdik ham, deylik, aytaylik o'sha allergenni. Endi o'sha allergenni bilaman, nima uchun bu kerak? Endi allergiya o'shani yemaslik uchun, o'shandan dieta tuzadi. Bu bir. Ikkinchidan, o'shani tam antigenni olishadi, insonga прививка qilishadi. Bunga qarshi antitela ishlab chiqariladi va allergiyani shu bilan yengmaydi. Aslida terapiya deyapti. No, undan ko'ra deyman, immun sistemani ish faoliyatini to'g'ri yo'lga qo'ysangizda, agar immun sistema o'zi ichida o'sha molekulalarni topib parchalaydi, тогда необходимость каких-то прививка qo'yishda tam ehtiyoji qolmaydi. Men nima uchun buni aytyapman? Chunki eng свежий nimasi, mana bir opa kelganlarida allergiya, siz menga nima yozib bermadingiz. Хорошо, men keyin o'sha rad bor, o'sha allergiyani 300 ta nimaga molekulasiga topshirishga chang, nima edi, sut ichidagi o'sha laktozaga, nima klubnikani ichidagi nimaga, asalarini hammasiga boring topshiring. Topshirib kelganlar 300 ta qarang parametr. Bittasidan chiqmagan. Endi men aytdim, undan ko'ra mana shu yerda xarajat qilgan pulingiz почти 10 million taga borib qolgan. Undan ko'ra lecheniyaga berib turib, shu nimani, nima edi, shu kasallikdan qutulib ketgani sizga ma'qul emasmidi? Chunki yana bir marta aytaman, milliardlab bo'lishi mumkin, даже kerak bo'lsa million nimaga topshirsangiz ham chiqmasligi mumkin. U uchun hali bunaqa texnologiya yo'q tanangizda, imенно allergiyani nima keltirgan faktor yoki molekularni topib berish uchun. Keyin shunaqaki, inson tanasida bitta molekula emas, bir nechta molekula o'sha allergen hisoblanishi mumkin. Shuning uchun u kombinirованныйsi juda ham даже qiyin bo'ladi. Uni даже прививкаларni qilganda ham, o'sha прививка qilgandan keyin bilasiz, o'sha kerakli antitelalar hech bo'lmasa 3-4 hafta o'tgandan keyingina nima qiladi. Ungacha inson yana baribir nima deydi? Iste'mol qilib qo'yishi mumkin. Imенно xuddi. Tushunarli. Hozir endi hujayra darajasida davolashni ozroq ishiga kiramiz. Shu biz aytdik, shu o'zini immun tizimini kuchaytirib, antitelalar hosil qilishni dedik. Odatda 3 ta 4 ta kursda biza kutgan natija bo'lyapti. Biz u yerdan natijalarimizdan olib chiqa olamiz. Chunki allergiyadan tuzalgan allergik rinit, dermatit, kontaktli dermatitlar yoki bo'lmasam даже bronxial astma ham genezda baribir allergik nima yotib bor. Juda ham ko'p biz olib chiqamiz, xudo xolasa bu bemorlarimizdan olgan odzivlarimizni ichiga ozgina kiradigan bo'lsak, hujayra darajasida biz o'sha tochishni inyeksiyon ukollar qilamiz, limfa sohalarida ko'proq qilamiz. Bu bevosita o'sha limfa sug'urligiga, u yoqdan hujayralar jidkisga tushadi, o'sha joyni tozalaydi va bu bevosita immun tizimini ko'tarishga yordam beradi. Shuni yana bir tushuntirsangiz, antitelalarni shakli nimasi, immunitetni kuchayishi qanaqa bo'ladi? Bu yerda limfa bezlarda limfositlar ishlab chiqarish kuchayadimi? Shuni sal kollegalarimizdan ba'zan savollar bo'ladi, biz o'zimiz nima qilamiz deb. Давайте bitta nima, biz hamma vaqt aytamiz, o'sha injekt yoki hujayralar bo'shliq bilan ishlaganda nimaga ahamiyat berish kerak? Hamma narsa muhitga boradi. Endi представить qiling, hujayrangiz nima edi, muhitda nima edi, harakatsiz joyda. Ko'lmakli suvda. Yoki ikkinchisi o'sha hujayrangiz постоянно движениеda bo'lib turgan.
ana gap qayerda? Endi qarang, даже immun tizimimizda ham agar mana shunaqa ko'lmakli to'xtab qolgan sistema bo'lsa, конечно же, nimayda immun hujayralarini paydo bo'lganda ham ularni помутнее сознание, nima deydi? Помутнее сознание. Ну, fikrlash qobiliyati из-за того, что там muhitdan yaxshi bo'lmagan nimani o'ziga surib olgani uchun o'sha immun kompetent nimalardan kerak bo'lsa o'sha allergiyalarni ko'ra olmaslik. Ha, signal yo'li yopiladi demoqchi. Именно. Qarangda, tam o'sha nima edi? Retseptorlarini bu bloklab qo'ygan bo'ladi. Biz plazmani tozalab o'sha движениyani qilganimizda bu tozalanadi. Конечно, immun tizimi, immun sistema ham tozalanadi. Uni agar bunday olib qarasangiz, o'sha immun sistema ham timus bo'ladimi yo limfatik gullar bo'ladimi? Bu yerda spetsifik immun hujayralar sintez bo'ladi. Endi ular yomon muhitda turgan bo'lsa, nima deb o'ylaysiz? Haqiqatan yetuk, kuchli antisellalarni ishlab chiqarib bera oladi? Yo'q. Ana gap nimada? Demak, biz ish faoliyati davomida o'sha plazmani yoki ularni muhitini tozalab turib, sifatli va nimayda allergenni izlab topadigan antisellar hosil bo'lishiga biz spособствовать qilamiz. Mana nima bizni farqimiz, uni effektivnisi o'zi metodikani shunga Mudda olib qarasangiz oddiy hisoblanadi, lekin bu oddiylik o'sha движенияni yo'lga qo'yishda, shu bilan immun sistemasini ham tozalab olishda, shuni orqasidan uni effektivnisini oshirish, mana bu mexanizm shu allergiyadan qutulishi sabab bo'ladi. Tushunarli, juda yaxshi informatsiya berdi. Endi kollegalarimiz ham ko'rib turgan bo'lishi mumkin. Chunki buni tushunish uchun yana birinchi hujayrani o'zini, chunki biz ham masalan, men vrach onkolog bo'lib turib ham hujayra bo'yicha ozgina yetarli bilim yo'q edi. Kirib yana qaytib izlanishda hujayrasi qanaqa, membranasi, hujayra membranasining repolarizatsiya, depolarizatsiyasi, uni ichiga qachon kiradi, natriy kaliy atifazalar yoki bo'lmasam signal yo'llari, intersitsiyadagi suyuqlik muhiti, retseptorlar qachon ishlaydi, shu bo'yicha bilimlarimizni oshiryapmiz. Albatta, kollegalarimiz qiziqayotgan bo'lsa, biz bemalol Injek Akademiya o'zimizni vrachlar uchun bor. Buni taklif qilamiz. Biz muloqotga ochiq, chunki meditsina bu aniq soha, aniq fan. Har bir qilinayotgan muolajalarimiz, har bir o'sha tavsiyalarimizda bir ilm yotibdi. Shuning uchun buni biz muloqotga ochiqmiz. Bizning Injek Medical klinikamizda 20 yildan buyon allergiyadan shikoyat qilgan bemorlar bor. Bundan bir ayol kishi bizga murojaat qilib keldi. O'zlaridan ham eshitishlaringiz mumkin, bormagan joyim qolmadi. Ko'p joylarga murojaat qilishgan, lekin o'sha afsuski antigistamin preparatlar bilan cheklanishgan, yana o'sha bir hafta 10 kundan keyin qiynalavergan. Ularda toshma toshgan, burundan so'qqan, bahor kelishi bilan ularda allergiya boshlangan. Bizdan Injek Medical klinikamizdan bitta kursni o'zidayoq juda ham yaxshi natijaga erishdilar. Hozir endi ikkinchi kursni olishyapti. Bu ko'plab natijalarimizdan bittasigina xolos. Yana bitta keysni aytadigan bo'lsak, bola 3-4 yildan beri bola tug'ilgandan buyon shu allergiyaga moyillik bo'lgan, o'sha immun tizimi pasaygandan so'ng ularda allergik yo'tal, allergik bronxit bilan qiynalib kelgan bu bolachamiz. Bizdan 3 ta kurs muolaja oldi. Allergiyadan deyarli yo'qolib ketdi. Ya'ni umuman yo'tal yo'q. Davolni o'sha o'zini oyisi ham bizga o'sha odzivlarni berishdi. Shu ko'plab natijalarimizdan ikkita keysni aytib o'tdik hozir. Yana shu nimada bitta qiziq nimani aytaman. Yaqindagina student bola keldi. O'sha ko'zlari qichishi, burunlari bitib, hech ikkita nima edi, protseduramizdan keyin burunlar ochib, "Voy" dedi, "Onamdan yangi tug'ilganday bo'ldim" deb. Mana shunaqa nima edi, rezultatlar juda ham bizda nimamizda ko'p. Tak что bu texnologiya bilan o'sha Rossiya Federatsiyasida, Qozog'istonda bu nima bilan ishlab kelganmiz. O'zbekistonda yangi bo'lgani uchun, shuning uchun bizni bu yerda respublikamizda bu xuddi bir yangiday tuyuladi. No fakticheski bu ishi boshlanishi nimasi еще 2008-yil boshlangan. Hurmatli kuzatuvchilar, bu keltirilgan misollar bizdan sanoqli xolos, juda ham ko'p bizda natijalar bor. Agar ko'proq natijalarni ko'rmoqchi bo'lsangiz, izohlarda biz silka qoldiramiz. Natijalarga o'sha orqali kirib ko'rishingiz mumkin. Hurmatli kuzatuvchilar, agar sizda yoki yaqinlaringizda shu kabi kasalliklar bo'lsa yoki bo'lmasam allergiyadan yillar davomida aziyat chekayotgan bo'lsangiz, bemalol Injek Medical ko'p tarmoqli klinikamizga murojaat qilishingiz mumkin. Biz sizga yordam beramiz.
batafsil ma'lumot olish uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Biz sizga ma'lumot beramiz. Bizning klinikamizning manzili Toshkent shahri, Yunusobod tumani, Nurziyo 42-xonadonda joylashgan. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling. Furqat aka, sizga katta rahmat. Assalom.